To'rt xonali yangi remont mebel texnika tayyor full paket obstanovkali uy sizga taklif qilmoqchiman va nomer 1 zo'r lokatsiyada Yunusobod epitsentr yurak hisoblanadi. Yunusobod 13-kvartal Hamkor banki shundoq orqasi yo'l yuzidagi 9 qavatli bino. 100 metr pastga tushsa Megaplanet metro stansiyasi Yunusobod, bu yog'imizda Dehqon bozor, bu yog'imizda 5-banitsa chorraha deb aytiladi. Hop, bu uyimizda bizda 4-qavatda joylashgan 9 qavatli binomizda 96 kvadrat yangi remont tayyor kirib yashaydigan uy sizga taklif qilaman. Egalari 135 ming dollarda so'rashyapti, albatta kelishadigan joylari bor. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishingizdan chiqolmasa, uyimizni ko'ramiz. Qarang, asosiy podyezdan kirish eshigimizda полностью elektromontajka, santexnik montajkari almashgan, Wi-Fi tochkalari o'rnatilgan. Prixo'ja pufik, oyoq kiyimlar qo'yiladigan joyimiz bor. Oyna o'zingizga qarab chiqishingizdagi bor. Keling, chap tarafdan boshlaymiz. Prixo'ja mebel, kiyim-kechaklarni joylashtirishingizga va bu yoq tarafda biz birinchi spalnidan boshlaymiz. Spalnimizda полностью bizda ukomplektovan. Mebellari, televizorlari, bitta konditsioner o'z uchun qo'yib qo'yamiz. Keling, davom ettiradigan bo'lsa, bizda ikkinchi xonamiz bu уже как детский hisoblanadi. Xolos, siz spalni qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Remont sifatlari zo'r, mebellari ham zo'r. Bu yog'imizda bizda hammom sanuzelimiz ham birinchisi, ikkita sanuzel bu yoqda. Hojatxona, umumvalik va alohida hojatxona. Chiroyli sifatli kafelar taqib qo'yishibdi. Hop, bu yog'imizda esa bizda 3-xonamizda spalni, mebel ukomplektovani, qimmat turovitskiy, приятный oyoqda yurganingizda mazza qilasiz, gilamlar tashlab qo'yilgan. Hop, keling, qaytamiz prixochkamizga. Shu prixochkadan to'g'riga kiradigan bo'lsa, biz zalga kiramiz. Mehmon kutadigan xonamiz. Mягкий mebel угловой, такой же stoliklar, televizor, orqa podsvetka. Chiroyli, menga yoqdi. Hop, sanuzelimizdan ikkinchisi hojatxona. Bu 9 qavatli binolar o'lchami hisoblanadi, kvadraturasi ham katta. Sanuzel oshxonalari ham katta bo'ladi. Oshxonamiz mягкий угловой mebel, o'tirib ovqatlanishga tayyor zona, televizorlar o'rnatilgan. Va bu yoq lojja, balkonimiz 2 ga 7 metr, полностью встроенный кухонный mebel. Kir mashina o'rnatilgan, duxovka bor, gaz plita, hamma narsa ishlaydigan holatda. Xolodilniklarigacha qo'yilgan. Bu yoqlarimizda shkaflarimizda glubinalari ham yaxshi. Bankalarni shu yerga joylashtirsangiz bo'ladi. Xullas, lokatsiyasi zo'r, planirovkasi zo'r, ko'rganingizdek yangi remont, ko'rganingizdek полностью obstanovkalari bilan. 96 kvadratga 135 ming boshlang'ich narx, albatta telefon raqamlarini qoldiraman. Aloqaga chiqib, kelib savdolashib, barakani ko'ramiz.